Assalomu alaykum. Kartoshkasi qarsildoq, go'shtlari yumshoq bo'lgan qozon kabobi 1 minut vaqtingizni ajratsanglar o'rganib olasizlar. Birinchi bo'lib koreyagan bittadan suyidan qilib bo'laklab olasiz. Dumbani ham kubik qilib qozonga tashlab jizza qilib olasiz. Dumba erigan yog'iga 300 gram pista yog' solib, go'shtlarni yog'iga tashlaymiz. Go'sht o'zidan chiqqan suv bilan 30 minut past olovga dimlab qo'yasiz. Go'shtlarni qizartirib ko'tarib olib, qolgan yog'ni boshqa idishga siytalab olasiz. Qozonni bo'lsa boshqatdan yuvib, o'sha siytalangan yog' solasiz. Tegidagi qora joyini solmayli. Yog'ni sal qizdirib, kartoshka solib bir tekisda yoyib, keyin ag'darib chiqib ustiga tuz sepasiz. Go'shtlarni ustiga terib, tuz va ziravorlar berasiz. 1 soatga 1 kosa suv solib, dimlab qo'yasiz. Ovqat pishguncha ishonchga loyiq arzon go'sht va kolbasa mahsulotlari bilan salat tayyorlab beraman. Qo'shimchasiga qazi va mol go'shtlarini ham uzunchoq to'g'raysiz. Salat sochliroq bo'lishi uchun 2 ta bodringni ham shu usulda to'g'rab olasizlar. Tayyor mahsulotlarga ozgina murch va 2 qoshiq mayonez solib aralashtirasizlar. Idishga suzib oshqozonga otib olsanglar bo'ldi. Mazasi super. Ovqatga sous tayyorlash uchun kashni chukrib zelini va 2 dona chesnok, 2 qoshiq tomat, yarim qoshiq tuz berib, 400 mg suv sovursanglar tayyor. Ovqatga qaytamiz va qopqog'ini ochamiz. Ana sizga bomba taom. Keyin bu retseptda qozon kabob qilib bersanglar, pochcham choyxonasini uyga ko'chirib kelgan bo'lasizlar. Go'shtlarni ko'tarib, kartoshkalarni bitta qizartirib olasizlar. Mana sizga ovqatdan qilingan tabiiy go'zallik. Go'shtlari yumshoq, kartoshkalari qarsildoq pyure bo'lib ketgan. Bularni birga tomat bilan aralashtirib yesanglar, tamom bo'lasizlar. Video yoqqan bo'lsa bomba deb yozib, kanalimga a'zo bo'lsanglar, bundan bomba retseptlar sizlarni kutmoqda. Bomba.